Samolyotda uchishda qo'rqasizmi? Siz yolg'iz emassiz. Buning nomi aerofobiya. Hammaga salom. Mening ismim Nodira va men Aviasales.uzda ishlayman. Aerofobiya o'zi nega paydo bo'ladi? Yerda biz hamma narsani nazorat qilishga o'rganganmiz. Samolyotda esa bu nazorat bizda yo'qoladi. Shu joyda miya signal beradi. Demak, qanaqadir xavf bor. Aerofobiyaning sabablaridan biri bir nima bo'lsa qanday qochaman, axir samolyot yopiq-ku deb o'ylashadi. Aslida esa samolyot eng xavfsiz transport vositalaridan biri. Samolyotda biz ko'p uchmaymiz. Shuning uchun u xavfli va g'ayrioddiy ko'rinadi. Avtomobillarga biz o'rganib qolganmiz va ulardan qo'rqmaymiz. Ammo avtomobil samolyotdan ko'ra xavfliroq. Statistika ma'lumotlariga qaraganda ham samolyot eng xavfsiz transport vositasi deb hisoblanadi. Sizga bu vaziyatda nima yordam beradi? O'zingizni eng yaxshi ko'rgan filmlaringizni ko'ring, musiqa eshiting, boshqalarga xalaqit bermasdan uxlang. Rasmdagi bolaga aslo o'xshamang. Miyani chalg'itishga harakat qiling. Misol uchun men mushuklar bilan video ko'rsam, tinchlanaman. Miya band bo'lsa, qo'rquv kamayadi. Parvozdan oldin Flight Radar kabi ilovadan parvozlar xaritasini kuzatishni boshlang. Flight Radar yordamida siz samolyotlarni onlayn kuzatishingiz mumkin. Bir vaqtning o'zida nechta samolyot havoda ekanligini ko'ring, yo'nalishlarni o'rganing, samolyotlarni kuzating. Bu aviatsiyaga boshqacha ko'z bilan qarashga yordam beradi. Chuqur nafas oling. Bu sizga tinchlanishga yordam beradi. Agar sizning yaqinlaringiz parvozdan qo'rqsa, ularga qanday yordam bersa bo'ladi? Kichkina bolachalar kattalarning emotsiyalarini juda yaxshi his qilishadi. Shuning uchun sizning xotirjam bo'lishingiz juda ham muhim. Agar bolangiz yig'lasa, uning yig'lab emotsiyalari chiqib ketishiga qo'yib bering. Bu juda ham yordam beradi. Bolalaringizga samolyotda yangi o'yinchoq olib bering. Ular yangi o'yinchoqlari bilan chalg'iydi. Kattalarga esa tinchlan, o'zingni qo'lga ol degan so'zlar aslo yordam bermaydi. Agar sizning yaqin insoningiz qo'rqsa, uni gap bilan chalg'iting yoki qo'lini ushlab turib, uni tinchlantiring. Samolyotda o'zingizga qulay joyni tanlang. Agar tashqarida nima bo'layotgani qiziq bo'lsa, derazani oldidan joy oling. Agar ekipajni oldida o'zingizni xavfsiz his qilsangiz, unda samolyotni boshidan joy olishni tavsiya etaman. Eng asosiy narsa, qo'rqish bu normal holat, lekin bu sizni sayohatlardan to'xtatishi kerak emas. Agar sizga qiziq bo'lgan bo'lsa, bizning kanalga obuna bo'ling. Yanada qiziq mavzular haqida gapirib beramiz. Ko'rishguncha xayr.